Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Navbatdagi 5 problem solving bo'yicha o'tiladigan mavzuyimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz multiple inheritance. Birinchi mavzuyimiz, ya'ni multiple inheritance bo'yicha nima qilib berishimiz kerak? Kod yozib berishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Class oddiy anov bilan tushuntirishga harakat qilaman. Class A deymiz. Bunga def beramiz, show degan. Va bunga self ni beramiz. 2 nuqta pastga tushamiz. Va print qaus ochamizda a class deb yozamiz. Mana a class deb yozamiz. Tak, endi mana bu yerda pastga tushamizda yana bitta class b ni tuzib olamiz. Class b ni tuzganimizdan keyin pastga tushamiz yana. Def, yana bunga show deymizda, qaus ochib turib self deymiz. Tak, va 2 nuqta qo'yib turib pastga tushamiz. Mana bunga print aytaylik b class degan yozuvni nima qilamiz? Joylaymiz. Endi qarang. Class C deymanda mana bu ichiga A va B ni beraman. Mana qarang, yuqoridagi klasslarni. 2 nuqta qo'yib turib pass deb qo'yaman. Tak, mana bu yerda insert ni bossangiz o'zgarib qoladi anosi. Tak, enter ni bosib pastga tushamiz. Va endi bularni nima qilamiz? Ishlatamiz. Object barobar C, mana C ni chaqiryapmiz va object nuqta show deyman. Mana run qiladigan bo'lsak, object is not defined. Mana bunday qilamiz. Mana A class. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, demak biz C ni chaqiryapmiz. C da A va B bor, show degan anu yo'q. Lekin bizga A class deb turib, mana bu klassni nima qilyapti? Multiple inheritance deb turib ko'rsatib beryapti. Ya'ni mana shu tartib bizga nima bo'lar ekan? Asosiy qoida bo'lar ekan. Endi keyingi savolni ko'ramiz. Keyingi savolimiz ham ancha qiziqarli ekan. Operator overloading add va str bo'yicha ekan. Mana buni yozib ko'ramiz endi. Class point degan point class, tak, 2 nuqta pastga tushamiz. Def past chiziq init, keyin self virgul x va y deymiz. Mana bu yerda 2 nuqta qo'yib pastga tushamiz. Self nuqta x virgul, tak, self nuqta y barobar x virgul y. Mana bunday qilib yozamiz. Endi funksiya tuzamiz. Def add nomli funksiya tuzamiz va bunga self bo'ladi virgul other. Mana self virgul other deymiz. Pastga tushamiz. Return point. Mana point deymizda qaus ochib turib self nuqta x plus other nuqta x virgul mana deymiz endi self nuqta y plus other nuqta y. Ya'ni mana bunday qilib turib nima qildik? Bir-biriga qo'shib chiqdik. Endi mana qarab turing. Def deymizda pastga chiziqcha str, mana bu ichida self bo'ladi. 2 nuqta qo'yib pastga tushamiz. Return qilib qaytaramiz buni. F stringni. F stringimiz mana bunday qilaylik, mayli. Qaus ochamizda buni ichida jingala qaus ochib turib self nuqta x chiqamizda virgul qo'yib turib yana bitta ochamizda self nuqta y. Mana buni berganimizdan keyin enter bosib pastga tushamiz. Endi buni ishlatishimiz kerak. P1 virgul P2 barobar mana bunday qilamiz. Point qaus ochamizda 2 virgul 3 deymiz. Endi qarang. Virgul qo'yib turib yana point qaus ochib turib 4 virgul 5 deymiz. Endi print deymiz qaus ochamizda P1 ni qo'shasan P2 ga. Run qiladigan bo'lsak 6 va 8 degan nimalar, yozuvlar chiqdi. Ya'ni mana bu 6 bilan 2 bilan 4 6 bo'ldi, 3 bilan 5 8 bo'ldi. Mana bu add va str operator overloading savolimizga nima bo'ldi? Yechim bo'ldi. Endi keyingi savolni ko'ramiz. Keyingi savolimiz abstract class ABC.
Mana shu bo'yicha kod yozib berishimiz kerak ekan. Buning uchun from abc modulini chaqiryapmiz. Import abc virgul abstract. Mana abstract method degan narsa bor bizda. Mana shuni chaqiramiz. Endi class deymiz. Classga shape class ochamizda class shape'imiz abc bo'lsin. abc mana bunaqa. Tak z bosamizda mana pastga tushamiz. Shape ni yozdik. Mana dediğimizda abstract mana abstract method o'zi sal kutib turadigan bo'lsak o'zi tavsiya qiladi. Def ya'ni funksiya area self mana self ni beramiz. Ikki nuqta pastga tushimizda pass. Keyingisi yana bitta class tuzishimiz kerak. Class circle degan va bunga shape ni beramiz. Mana yuqoridagi shape'imizni va ikki nuqta qo'yib pastga tushamiz. Bunda endi def init tak def init bo'ladi. Self virgul r deymiz. Tak ikki nuqta pastga tushamiz. Self nuqta r barobar r. Ozgina pastroq tushamiz. Endi qarang. Mana shu yerda bunga bitta aniq qilishimiz kerak. Mana buni tab qilib ichkariga jo'natib yuboramiz. Mana shuni to'g'ri chaqirdikmi? Tak. Mana bu yerdan nimaga bu aniq qildi? Mana buni orasini ochib olishimiz kerak ekan demak. Endi qilamizda mana shu yerga olib kelamiz buni. Ya'ni o'sha o'rni bo'yicha tursin demoqchiman. Def area keyingisi ya'ni maydonni berishimiz kerak. Self ikki nuqta deymiz. Ikki nuqta deymizda pastga tushamiz. Return 314 ko'paytirilgan self nuqta r yana darajasi 2. Mana buni beramiz. Endi print qavs ochamizda circle mana bu yerda 5 deymiz. Keyin nuqta deymizda area qavs ochib qo'yamiz. Run qiladigan bo'lsak 78 ya'ni abstract class abc bo'yicha mana shu kodimizni nima qildik? Bajarib ko'rsatib berdik. Demak, mana bu 5 raqamimizni 3.6 ga ko'paytirib, keyin buni ikkinchi darajaga oshirgan holatdagi javobi 78 bo'lib nima qilar ekan? Chiqar ekan. Endi keyingi misolimiz bor. Bu ham juda ham qiziqarli misol. Buni ko'radigan bo'lsak, polimorfizm turli klasslar bir xil metodda. Mana shu bo'yicha. Bunga bitta misol yozamiz. Class cat, ya'ni mushuk degan bitta klass yozamiz. Def sound, ya'ni ovozi. Self deymiz. Ikki nuqta qo'yib pastga tushamiz. Return va bu meow deb turib nima qilsin? Ovoz chiqarsin. Keyingisi class dog. Dog klassi bor. Keyin mana bu yerda def sound deymiz. Qavs ochamizda bunga ham self ni berib ikki nuqta qo'yib pastga tushib return tak bunga woof degan ovozni beramiz. Endi for animal in deymizda kvadrat ani ochib cat virgul qo'yib turib dog deymizda mana bu yerda ikki nuqta pastga tushamiz. Print qavs ochib turib animal nuqta sound kodimizni run qiladigan bo'lsak mana bu yerda bitta qavs chaqirib olamiz. Mana meow deb turib polimorfizm bo'yicha turli klasslarni bir xil metodda ishlatish nima bo'lar ekan? Mana shu tartibda qilinar ekan. Demak, keyingi misolimizni ko'ramiz. Keyingi misolimiz ham qiyin emas. Klass ichida klass degan misol. Class school aytaylik, maktab degan bitta klass yaratdik. Bu yerda yana klass bor. Student degan. Student mana student klassi bor. Yana pastga tushimizda def init tak init deymizda mana bu yerda self virgul name. Mana ikki nuqta pastga tushamiz. Self nuqta name barobar name.
mana barobar name deymiz. Tak, s barobar school s barobar school nokta student talabani adi Azizbek misol uchunda Azizbek. Hamma pastga tushamiz. Print qavs ochamizda s nokta name deymiz. Run qiladigan bo'lsak, mana Azizbek degan nomni klass ichida klass usuli yordamida nima qildik? Chiqarib ko'rsatib berdik. Demak, bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz mana shu yerda iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.